kız bala emasmi? Onisi ensirab, endi o'z ko'zinglar bilan berib, bir ko'rib kelsanlar deb evatgan. Voy, pek yaxshi bo'pti. Ko'zingiz bilan ko'rib ketganingiz yaxshi. To'g'ri. Bizning o'sha bolalarimizdan boshqa nimani isbodaysiz? To'g'ri. Shu bolalardan ensiraydi ekanmiz. Shunda. Birli qizim bor. O'qivasin, shahar ko'rsin deb. Shu yo'lga sap qo'ygan. Undan bo'pti. O'qiganga yetamdi. Shu bizmo dastlabda mush uy tug'inni damol anglis qonda o'ylab qolar deb ansirab qoldik qara. İnsançılıkta hem de şu bir-birimizga Allah'ını topshirdik ekanmiz. Voy, shundoq. Bo'lmasa-ku bizda nayt chechan qiz bola. Bek chechan bu. Voy, bek chaqqan. Bu chaqqanligidan-chi bizning oydagi hammamiz amroq bu jimga. Sizlarni ko'p avar qildik. Ya. Biz o'zimiz amroq, o'zimizning balasi bo'lsa bu. Parvar. O'ttamay tamoqni vaqtida tayyor qilib qo'y. Hoy, ma'qul aka, ma'qul. Qizim, sen mi yordam? Men yordam şey. Sen çaylan. Yaxshimisiz? Siz kim bo'lsiz? Uy bo'lish shirkati? Kimni izlaysiz? Direktor nima? To'xtang, direktor. Telefoningiz. Mana? Ha. Hey. Hozir bora ya. Bunun ikkinchi bo'lsa, yanfunim ko'ranglar. Ha? Uy setmoqchiman. Qanday? Bunim dadamni do'konat qilay deganman. Ay, yaqay. Uydan ko'chib chiqib ketmassiz? Sizning buni bilishingizning nima hojati? Kechiring. Oy. Men yordamlashay. Ha, bo'ldi balam. Dadingiz aram bir kelganda, dadingiz g'amravab o'tiraver, ha? O'zim qilma. Amma, Ha? men ish qilib olsam bo'ladimi-ki? Hoy. Ha, beravering. Akam bil men bo'lgandan keyin dadingizga xotirjam bo'lib ish qilib beravering, balam. Ma'qul. Amsi men dadam bilan tag'amga deb qo'yay. Ha, ma'qul, bering. Shuni bilansa, oshunda bo'ldi qara. Tag'a. Men tushdan keyin ishlaydim. Ish qilmay yurayim-ki. Men siz bilan birga chiqay bolam. Chiqib yotoq qurishib turay. Yotoq qurilishay degan qanday gap? Uy tursa? Yo'q. Ra'no sizlarni necha vaqtni qichiq avar qildi. Bu Ra'no degan o'zimizning balasi. Biz ham urug' tuqqan bo'lib qoldik. Bolam, siz dadingizni ansirmay ishingizga beravering. Bizda jiq paramiz bor qiladigan, ha? Yo'q. Bunda qilsa qanday pul bu? Ma'qulda. Unda qilsak bo'lmaydi. Bu yotoqda yotgan degan qanday ishga u? Men. Ya bo'ldi. Voy, siz emas bakla. Nurg'un gap deyishimsak bo'lmaydi, undashmasak bo'lmaydi. Men bo'lam. Men kattaman Ha, desa. qo'sh. Yo'li qarabman, ha? Qani chaylan. Direktor, keldingizmi? Ne bo'ldi? Sizlar zaten nima suiqasd qilasizlar? Suiqasd? Dadam meni hozir chaqirib, to'yining kechiktirilganligini aytdi. Nima? To'yni kechiktiribdimi? Sizningcha men bu ishlarni sizning qilalig'ingizni uqmay qolamanmi? Ha? Men planlabdimanmi? Bu ishlarni siz rost bilmamsiz? Yo'q. Sizning o'ylanmoqchi bo'lganligingizni liderga men aytgandim. Meningcha lider bu ishlardan cho'qim xabardor bo'lish kerak. Dastlabda bek achchiq keldi. Qaraganda achchiq yenib qolgan o'xshaydi. Direktor, meningcha Aminadan bilan lider to'y qilsa baxtli bo'ladi. Qaraganda lider sizni bekli yaxshi ko'rdi ekan. Endi qanday qildik? Restoranlarni bekitib bo'lgan tursak, bog'oqlarni taqib bo'ldik. Endi bu to'yni qanday amalda qoldiramiz?
Liderning to'yi. Nima bo'ldi? Dadamning to'yi davomlashaversin. Nima? Bo'lmasmiki? Lider odatda qarorini osonlikcha olmaydi. Bu ishqa bir narsa deyamayman. Siz dadamning qo'shida 8 yil ishlagan-ku. Bu ishni qanday bir taraf qilishni menda undan bilsiz. Bu ishlarni o'zingiz bir taraf qiling. Men eng yaxshi aralashmay. Şu bayaqi uyning oldidagi do'kon shu. Bola necha? Bola 3. Abaya silni akab qo'yg'ini ash bolaning kichigi. Ha. Umi cho'ngib qoldi. Hozir mush bir talla bozorda ishlayotdi. O'zi shok. To'laroq gap qiladigan. Aqlli aqlli bola bo'ldi. Uni cho'ngimi o'g'il. Uni akisini shu kichik vaqtidan tortib bir doktor bo'lgan deb arzu qildim. Doktor bo'ldi, yaxshi doktor bo'ldi qarang. Hozir shu yerda, bu shaharda bir cho'ng doktorxonada ishlayotdi. Cho'ng qiz. Bu bola bir shirkatda bir nima mas'ul bo'lib ishlayotdi deyman hozir. İşlab yurdi. Obdan ke. Buni oltindek 3 balları var ekan emasmi? Qizning bolasi qancha yoshga kirdi? Xislat. Niye bir tiraman? Direktor, bir ish bormi? Sizningcha ben qanday qilsam bo'ldi? Meningcha, jur'at bilan yaxshilashib qiling. Ishinglar birlashganda hamma ish shunchalik oson bo'ladi. Bo'ldi. Jur'atga telefon qiling. Ishxon kelsin. Direktor, men choyxona o'rlashtiray. Bunday ishlarni ishxona qaraganda choyxona paranglasang yaxshiroq. Mayli. Siz chiqib ishlarni o'rlashtiring. Bo'ldi, direktor. Yaxshimisiz? Men Polat direktorining katibi Xislat. Polat direktor siz bilan ko'rishmoqchi. Bugun kechki tamoq vaqtida vaqtingiz chiqarmi? To'ydan shin maslahatlashmoqchi ekandik. Meningcha har ikkilanlar cho'nglarning baxtli bo'lishini orzu qilsizlar. Bo'ldi, ma'qul. Men yetkazib qo'yay. Rahmat sizga. Ay. Bunu komparatif antardan tahit qoptuwa. Endi siz endi o'qishni o'qitib qoptularmi? Hozir aytganlarimga yaxshimga. Hozir uch o'qilamabdi. Hay, o'qitlarni bizning doktorxon boshlig'ining qasgan deydi va. Endi siz shunamikan? Başka kızlar bulmamız burada bulatı. Biz hiç kimden etmek duvarımız. Birleşimiz kalır.
Özüm yardımcı. Voy balam, acaba baldırlı qaytib kelibsiz bu. Dadam keldi emasmi? Baldırak işten. Ay, boptu. Keling hamsa. Qo'limni yuvib chiqay, ya. Ha, ma'qul. Ha, keldingizmi bolam? Keling. Bu mening cho'ng qizim Xislat bo'ldi. Ha, o'ylaqish shirkatda ishlaydi bolam, yaxshimi? Bolam. Ra'noning dadisi. Tomoq yedingizmi? Yedim. Ha, bo'pti. Qizim. So'ngkidagi ishirkini aslandi, akla. Qani, choy ichgach o'tiring. Quruqma kelib qoldim. Bu bizning bog'ning mahsuloti ya. Sizlarning bog'ning yangi qo'shimimda. So'qmoq qismidek yaxshi. Voy, quruqni kelibman, nima avar olib jirav etdingiz? Shundaymi qarang, quruq keldim. Biz bu quruq kelaveradingiz, xijil qilib qo'ydingiz-da. Rahmat. Mana chiqayamsa. Voy, nega? Bu kechini yutuq ketmaydigansiz? Yo'q, endi menda bir necha kun turib qolganday qilib turaman. Shunaqa chiqib, bir yotoqlarni bir o'rlashib. Yo'q. Siz biz yotoqning gibini qilishib yursak bo'lmaydi, urug' tuqqanda ko'p qolgan adam. Uyimizmi? Cho'ngimizmi? Siz patisiz. Nani qalasangiz shu yerda yetavering qarang. O'yla qurasi cho'lki. Lekin bu yer poqqamisiz. Yo'q. Unda bo'lmaydi. Qarang, örp odatimizga to'g'ri kelmaydi. Uyda yetib qilavering, mo'da shu, yatimiz. Voy, shu, akam yolg'iz tursa hamrohsiz emasmi? Shu. Aqldan. Set bo'ladi. Yaxshi o'tiravering. Jar qizim. Sen ko'p charchab ketding. Uyga armali. Sizni charchab qolma. Yaxshiroq qarangchimi? Xotirjam bo'l. Yo'lda diqqat qilasan. Keldingizmi? Ahvol qandoq? Öpkisi yallig'inib qoldi ekan. Shunga qizitib qolgan gap. Hozir hali yaxshi. Siz bek javob tatib ketdingiz. Chiqib birdan aramada bo'lamsiz. Men qarg'ash turay. Ma'qul. Chapata atilgan bo'ldingiz. Yo'q, hech qis yo'q.
Kesle. Bu şu benim hocam. Sizler bir şey diyetiversizler. İşkimiz ne oldu şu? Ma'qul. Sizlarni ve köp avar qilgan bo'ldik Cuma. Yo'q. Mehmon degan uyning berkit emasmi? Men yastir tashlab beray, ha? Aka. Uyg'ondingizmi? Hozir shu qandaroq. Yerimini oldim siz. Beni pek ensirettiniz. Tınazbek acizlab ketibdi. Men hozir chiqib sestralarni o'rnlashtiray. Sizga quvvat to'kilaysiz bo'lsin. Siz boshqa ishlarni ansirmang. Yaxshi yaramaydi. Oy. Qandaroq uxlablar? Yaxshi, unda shunda yaxshi uxladim. Lekin bu o'rnim o'zgarsa, ozroq qiynalib ekanman. Ha, undaq kanda ko'nib ketdilar. Bu uy o'zlarining uyidek o'ylasizlar. Deganda, chiqib ketdilar. Bir ancha-muncha talan cho'kilgan non kirdi. Jusslar mashq qilamiz. Vaqtimiz bir to'xtab qolgan bo'lsa, unga yaxshi bo'lardi ya. Qiziq-qiziqcha. Chaqroq sizdan saqlayib ketasiz. Hayatning o'zi bir san'at. Vaqt bir o'lcham. Cheklik hayot cheksiz tanlashlar jamgoyi. Ashu cheksizliklar ichida huzur